ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار الماضي يهدينا خير دروس للعمر والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. Meşhur davetçi Doktor Tarık Süveydan'ın Tefekkür Cevherleri namlıq programmasını huzurunuzğa sunumuz. Bismillahirrahmanirrahim. Biz ve başqa dillar. Başqa dindiki kişiler bilen qandaq münazir qilamiz? Hammadan burun qalbimizni ozod tutib, ansirmasligimiz kerak. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Kimiki dinni o'ziga chingtib olsa, din uning ustidan g'olib keladi. Bu din intayin puxta bo'lib, ilmiy, mantiqiy va cho'nqur shar'iy asoslar ustiga qurilgan. Bu din insonning ko'ngil oromsizligiga ahamiyat beradi. Munozir qilishdan qo'rqmaslik kerak. Ba'zilar munozir qilmaslikni xohlaydi. Ba'zilar xo'shyoqmagan va cho'ngchilik qilgan holda munozirga kirdi. Bir dindar insonning mag'rurlanganidan bekrak mag'rurlik yo'q. Sizlar dindar sabablik mag'rurlanib ketmanglar. Biz dunyoga rahmat qilib avatilgan ummat. Munozir qilishning prinsiplari. Birinchi prinsip: kuchlik dalil isbot bilan munozir qilish. Ammo aqliy jihatdan ustunlik talashish to'g'ri emas. Qur'oni Karim bizga inchki munozir manhajini o'rgatib, mundaq deydi: وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Biz yoki sizlar cho'qim hidoyatidurmiz, yo ro'shan gumrohlikdurmiz. Balki sizlar xatolashgan bo'lishimiz mumkin. Kuchlik dalil isbot bilan munozir qilish kerak. Ammo biz cho'qim yengamiz deb aqliy jihatdan ustunlik talashish to'g'ri bo'lmaydi. Balki biz haqiqatni bilishni xohlaymiz, sizlarga haqiqatni isbotlab berishni xohlaymiz. Balki sizlar bizga haqiqatni isbotlab berarsizlar. Agar muddaoyinglarda o'zingizlarga qattiq ishonchinglar bo'lsa, dalillaringlarni o'tirib qo'yinglar deyish oqilonalik bo'ladi. Ikkinchi prinsip: qarg'ularcha tarabbozlik qilmaslik kerak. Bundaq qilish dinimizda cheklandi. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. Undaq emas. Ular haqiqatan ata-bobolarimizning bir xil dinga e'tiqod qilganligini bilamiz. Biz ularning izidan mengib hidoyat topishlarmiz, deydi. Va inna ala atharihim muqtadun. Shak shubhisizki biz ularning izlaridan mengamiz deyishdi. Bu oyatlarning hammasi mushu masalani bildirdi. Biz ularga ata-bobonglarning yo'li xato, ularning yo'liga ergashmanglar, ularning yo'lida mangmanglar, haqiqatga quloq solinglar desak, ular sizlarning ata-bobonglarning yo'li xato, sizlar ularga ergashmanglar deydi. Biz deymizki, agar shundoq bo'lsa, xatolikni isbotlanglar. Alloh Qur'on Karimda mundaq deydi: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. Agar mehribon Allohning bolasi bo'ladigan bo'lsa, men u bolaga ibodat qilguvchilarning avvali bo'lardim degin. Agar muddaoyinglarni isbotlay olsanglar, men sizlarga qo'shilaman. Mana bu Qur'on Karim bizga o'rgatgan munozir axloqi. Ya'ni kuchlik dalil bilan munozir qilamiz, ammo yengilish uchun raqobatlashmaymiz. Uchinchi prinsip: munozirda mantiqliq dalil paketlarni ishlatish kerak. Alloh Qur'on Karimda mundaq deydi:
قل فلله الحجة البالغة. Ey Muhammed, aytqinki, sizlarning pakitinglar bo'lmasa, Allohning aniq pakiti bor. degan oyatdagi pakit degan so'zning ma'nosi bizni haqiqatga elib boradigan aqlga uyg'un dalil degan bo'ladi. Munozirdan qo'rqmaslik va mantiqini rad qilmaslik munozirning asosidir. 4-prinsip boshqa din va boshqa tabiiqiga tava kishilar bilan munozir qilganda adablik bo'lish va qarshi tarafning fikrini chiroyli anglash kerak. Payg'ambar alayhissalom Makkadagi vaqtida haj faoliyati mezgilida qabilalarni arlayotdi. Tuyuqsiz Arabning cho'nglaridan haj qilayotgan Suvayd ibn Samit ismli kishining borligini anglab qoldi va uning yeniga berib dediki: "Ey Suvayd, men quloq solgin." Suvayd: "Sana quloq solishga ehtiyojim yo'q. Men sening deydiganingning nima ekanligini yaxshi bilaman", dedi. Payg'ambar alayhissalom hayron qilib, "Qani deb baqina?" dedi. Suvayd: "Men Luqman hakimning bir qancha bat hikmatini bilaman", dedi. Suvayd Luqman hakimning hikmatlarini yodlab olgan ekan. Payg'ambar alayhissalom uningga "Aytqina, anglab baqay", dedi. Suvayd Payg'ambar alayhissalomga Luqman hakimning hikmatlarini aytib berishga boshladi. Suvayd so'zini tugatganda Payg'ambar alayhissalom uningga mundaq dedi: "Bular yaxshi so'zlar. Men uningdan yaxshisini deb beraman", dedi. Payg'ambar alayhissalomning munozir axloqiga qarang. Suvayd Payg'ambar alayhissalomning so'zini anglabla hayron qoldi va darhalla "Qani deb baqin, men anglab baqay", dedi. Payg'ambar alayhissalom uningga Qur'on Karim o'qib berdi. Payg'ambar alayhissalom talablarini aytish uchun yeniga kelgan Valid ibn Mughayra va Utbat ibn Shu'baning so'zlarini anglagan edi. Ularning so'z oxirlashganda "Ey Valid, gaping tugdimi? Endi men quloq solgin", degan. Mana bu boshqalarning so'ziga quloq solishning axloqi. Asosiy prinsipni eslab o'tamiz. Ba'zida boshqa dindikilar yoki qarshi fikrdikilar yoki boshqa tabiqa va yoki boshqa mazhabdagi kishilar biz bilan kuchlik dalil paketlar bilan munozir qilishi mumkin. Bunda holatda oldimizda ikki yo'l bor. Birinchisi ularning dalillariga javob berish. Ikkinchisi uning bilan munozir qilishga yetarli ma'lumotimiz yo'qligini e'tirof qilib, vaqt talab qilish. Bu har ikkili taraf talab qilsa bo'ladigan haq. Mana bu munozir haqida izdinish, olimlardan so'rash va boshqa masalalarni texnik jazmlashtirish uchun vaqt talab qilish oqilonlikdir. Ulamolarimiz aytgandek, jahil bilan munozir qilg'ili bo'lmaydi. Qarg'ulachi agishirgan tarafbozning iymoni bo'lmaydi. Qarg'ulachi tarafbozlik qilmanglar. Ilm, mantiq, dalil isbot va adab axloq bilan munozir qilish kerak. Boshqa dindagilar bilan cho'ngchilik qilmasdan mushu shaklda munozir olib berish kerak. لولاك يا ربي هلاك كل نبي وملك وكل من